To'y sezoni boshlandi-yu, oqlularga, merimi, zakslarga ko'ylaklar qidirib yuribsizmi? Mana shu ikkita stilajimiz aynan siz uchun. Bu tarafda yevropeyskiy ochiq kiyinadigan qizlarimiz uchun, bu tarafda muslima qizlarimiz uchun. Qizlarjonlar, og'ir bo'lgan ruchная работа kiyganinglarda bitta bo'ladigan shunaqa modellarimizdan bor. Keyingi modelimizni ko'rsatib o'taman. Teglari shunaqa pishni bo'lgan, shifonli ko'ylagimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Turkiyaning eng oldi brendlariniki, abaya sevuvchi klientlarimiz uchun shunaqa yopiq ko'ylaklarimizdan ham bor. Qizlarjonlar, primoy ko'ylak yoqtiradigan klientlarimiz uchun primoy variant ruchная работа. Buni kiyganingizda juda ham shikarniy bo'lib turadi. Qizlarjonlar, agar skromniy ko'ylak xohlasangiz, skromniy variantlarimizdan ham bor. Bu ko'ylaklarimizni xohlasangiz prokatga olsangiz bo'ladi, xohlasanglar sotuvga ham bor. Lakuchir mijozlarimiz o'zingizga yoqqan modelni tanlab direktdan yozsangiz batafsil ma'lumot beramiz. Bu ko'ylaklarimiz ham prokatga, ham sotuvga ham bor.